Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xo'p, bir savol kelib chiqdi. Ya'ni bugungi kunda ba'zi odamlar mahallasidagi do'konlardan o'zi va oila a'zolari ma'lum bir vaqtgacha kerakli mahsulotlarni nasiyaga olishadi. Do'kondor ularni nasiya daftariga yozib qo'yadi va oila boshlig'i maosh olgan paytda do'kondorni kirib hisob kitob qilib rozi qiladi. Shu savdo shariatimizda durustmi? Shu savdo mumkin emas degan gapni eshitib qoldik deb savol kelib chiqdi. Javobiga keladigan bo'lsak, bu savdoni shariatimizda bay'ul istijror deyiladi. Ya'ni asta sekin to'planadigan nasiya savdosi deyiladi. Ya'ni odatda nasiyaga savdo qilishda xaridor mahsulotni birdaniga olib, pulini nasiya qilib beradigan vaqtini belgilaydi. Bu endi hammaga ma'lum bo'lgan nasiya savdo. Lekin bu yuqorida berilgan savoldagi holat bay'ul istijror deyiladi. Ya'ni asta sekin to'planadigan nasiya savdosi. Bu savdoga 4 mazhabning jumhur faqihlari joizligiga fatvo berishgan. Faqat Shofiy mazhabining ba'zi faqihlari bu savdoni durust emas deb aytganlar. Ularning dalillari shuki, ya'ni savdo ularga ko'ra faqat ijob va qabul, ya'ni sotuvchi va oluvchining sotdim va oldim yoki shunga dalolat qiluvchi so'zlari bilangina bog'lanadi xolos. Ammo qolgan 3 ta mazhabda, xususan bizning Hanafiy mazhabimizga ko'ra, bay ijob va qabul bilan va shuningdek bittaoti, ya'ni aqidu bi ijabin va qabulin va bitaatin mutlaqan. Ya'ni taklif va qabul, ya'ni sotdingizmi? Ha, sotdim. Oldingizmi? Ha, oldim kabi ijob va qabul lafzlari va shuningdek o'zaro mutlaq oldi-berdi qilish. Masalan, hech pul 10 so'm, mana 10 so'm deb pulni qo'yib mahsulotni olib ketdi. Hech qanaqa sotdingizmi? Oldingizmi? yoki men oldim, sotdim degan gaplar bo'lgan yo'q. Narxini bildi, rozi bo'ldi, pulni qo'ydi, mahsulotni olib ketdi. Shu bilan ham bay bog'lanaveradi. Shunga ko'ra bugungi kundagi masalan do'konlarda mahsulotlarni oldiga o'zining narxini yozib qo'yilgan. Xaridor narxni o'qigandan keyin o'zi rozi bo'lib olib, borib o'sha sotuvchiga pulini berib olib chiqib ketadi. Bu yerda hech qanaqa manunchaga berasizmi yo manunchaga sotdingizmi, men manunchaga oldim degan ijob qabul bo'lmaydi. Ya'ni bu savdolar ham ana shu taotinga, ya'ni o'zaro oldi berdi orqali amalga oshadigan savdo turiga kirganligi uchun joiz bo'lib hisoblanadi. Endi yuqoridagi savdo ham ana shu taotining bir ko'rinishi bo'lib, bu taoti ya'ni faqat ikki tomondan emas, balki bir tomondan ham bo'lishi mumkin. Ya'ni odatda masalan falon mahsulot qancha? 10 so'm. Mana 10 so'm desa, ertaga beraman desa, masalan sotuvchi ertasiga kelib olib ketsa ham bay bog'lanaveradi. O'sha zahoti bo'lishi shart emas. Yoki bo'lmasam pulini ertaga beraman deb olib ketib, xaridor pulini ertasiga olib kelib bersa ham, ya'ni joiz bo'laveradi. Shunga ko'ra bu holat ham ana shunga tushadi, chunki bugungi kunda insonlarning bu narsaga ehtiyoji bor. Odatda ko'p odamlar, xususan maoshga yashaydigan odamlar yonida hadeb ham pul bermaydi, ammo oilasi o'zini ehtiyojiga yarasha mahsulotlarni olishga muhtoj bo'ladi. Shunda oila boshlig'i o'sha do'kon egasiga iltimos qiladiki, men yo'g'imda uydagilar kirsa kerakli mahsulotlarni berib daftaringizga yozib qo'ying, men maosh chiqqan paytda siz rozi qilaman, hisoblashaman siz bilan deb kelishuv amalga oshiriladi. Bu bugungi kunda urfda, amaliyotda ommalashgan, ya'ni holat hisoblanadi. Shuning uchun bu shariatimizda, ya'ni sahih, ya'ni savdo turiga kiradi. Buni 3 xil ko'rinishi bor. Birinchisi, sotuvchi har safar berayotgan mahsulotlarning narxini yozib qo'yadi. Bu bil ittifoq durust. Bunda hech qanaqa ixtilof yo'q. Ikkinchisi, mahsulotning narxini yozmaydi, lekin bozor narxi bo'yicha kelishamiz degan kelishuv bo'ladi. Bu durust bo'ladi qachonki bozor narxi o'ynab turmagan bo'lsa. Ya'ni narx-navo bir xilda mo'tadil, stabil deymiz, turgan bo'lsa, nizoga olib kelmasa, bu ham durust deyilgan. Uchinchi holat bor, bozor narxi bo'yicha kelishamiz deydi, mahsulotning narxini yozmaydi, beraveradi, nima berganini yozib qo'yadi. Oyda oxirida hisoblashamiz deydi. Agar
narx navo o'ynab turgan bo'lsa, mo'tadil, bir xilda stabil turmagan bo'lsa, ulamolar bu bay durust bo'lmaydi deyishgan. Chunki bu nizoga olib keladi. Chunki sotuvchi oyning oxiriga borganda qimmat narxda hisoblayman deydi. Olgan odam esa o'sha kungi narx bo'yicha hisoblaysan deydi. Bu nizoga olib kelgani uchun shariatimizda har qanaqa nizoli vaziyatlarga barham beradi shariat. Nizoli savdolarni demak shariat joiz sanamaydi. Ana shuni ajlidan bu uchinchi turi durust emas. Faqat shunda ham agar hisoblashadigan bo'lsa deydilar, o'sha mahsulot berilgan kundagi narxdan hisoblashadi. Ya'ni hisob bo'layotgan kundagi emas, o'sha mahsulot olingan kundagi narx bo'yicha hisoblashilgandan keyin durust bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar, masalan, bugungi kunda narxlar o'ynab turganligi uchun har bir mahsulotni o'sha bergan paytida yozib qo'ygani avlo, toki nizoga olib kelmasligi uchun deyiladi. Endi buni yana bir ko'rinishi ham borki, ya'ni biz hozir pulni oxirida to'lash holatini ko'rib chiqdik. Buni oldindan to'lov qilish holati ham bor. Ya'ni ba'zi odamlar qo'liga pul tushgan paytda o'sha do'konni sotuvchisiga berib qo'yadi. Chunki meni qo'limda tursa ishlab ketib qolishi mumkin. Shuning uchun mana 1 million so'm pul, uydagilar nima zarur bo'lsa, shu puldan ayirib yuborasiz deb oldindan to'lov qilish ham mumkin. Bunda ham faqihlarning ixtiloflari bor, lekin oxirgi o'sha jumhur faqihlarni, xususan biz Hanafiy mazhabini faqihlarining qovllariga ko'ra bu bay ham durust hisoblanadi. Endi oldindan berilgan to'lov nima deb ataladi? Qarzmi u, omonatmi? Ba'zilar omonat degan, ba'zilar qarz degan. Lekin Hanafiy fuqaholari ikkisini ham rad etishgan. Chunki agar biz uni omonat desak, do'kondor uni ishlatishi mumkin emas. Chunki omonatni ishlatish joiz emas. Bu shunday turish kerak. Faqat har safar necha pullik mahsulot olinsa, o'shancha miqdorda olinadi xolos. O'zini puliga qo'shib yuborolmaydi. Tabiiyki bunday bo'lmaydi. Ya'ni odatda do'kondor u pulni o'zini puliga qo'shib yuboradi, aralashib ketadi, iste'mol qiladi. Bu demak, bu holatda undan tushgan foyda do'kondorga halol bo'lmay qoladi. Birovni pulini ishlatganligi uchun. Shuning uchun omonat deyilmaydi. Qarz ham deyilmaydi, chunki odatda bu qarz berayotgan yo'q. Qarz bersa o'shanda qaytarish kerak. Demak, u pulni pul bilan emas, mahsulot bilan qaytaryapti. Shuning uchun qarz ham deyilmaydi. Buni nima deyiladi desa, shariatda duf'atun tahtal hisob deydi. Ya'ni oldindan hisob uchun to'langan, birdaniga to'langan to'lov. Ya'ni u o'sha bir oy davomida qancha mahsulot ishlatishini biladi. Shuni hisoblab turib, oldindan to'lov qilib qo'yapti. Uni maqsadi qarz berish emas, omonat berish ham emas, balki o'sha ehtiyojiga yarasha olinadigan mahsulotlarga to'lanadigan pulni oldindan to'lab qo'yish. Bu xuddi davriy gazeta va jurnallarga obuna bo'lishga qiyos qilinadi. Masalan, yil davomida o'qiladigan gazeta va jurnallarga oldindan to'lov qilamiz. Har oyda yoki har haftada chiqqan soni bizga yetkazib turiladi. Bu ham xuddi o'sha duf'atun tahtal hisob, ya'ni oldindan birdaniga to'langan to'lov bo'lganligi uchun, ya'ni shariatda joiz bo'ladi. Endi raqib tomon savol beradiki, bir odam masalan 1 million to'lab qo'ydi. Aytaylik, oladigan mahsulotini narxi bu to'lagan paytda 10 so'm edi masalan, yoki mana 1 millionlik narsaga pul to'ladi. O'sha 1 millionlik mahsulot oyda oxiriga borib 1,5 million bo'lib ketib qolsa, bu ribo bo'lib qolmaydimi? O'rtadagi oshgan narxni oldindan to'laganini hisobiga arzon olganligi uchun bunga o'sha qilgan foydasi riboga kirib qolmaydimi? Yoki qarz berib, shuni evaziga mahsulotni arzon olgan hisoblanib qolyapti-ku degan e'tirozni bildirishadi. Bunga javoban Hanafiy fuqaholar, mujtahidlar aytadilarki, yo'q, bu holatda ribo holati yo'q. Chunki bu deydilar, masalan, bir odam bozorga bordi. Bir narsani chakana narxda olsa, albatta qimmat bo'ladi. Masalan, donalab olsa, 10 ta mahsulot turibdi, donasi 100 mingdan. 10 tani birdaniga olaman desa, masalan, sotuvchi 10 tani olganligi uchun 900 mingga bersa, halolmi shu? Halol. Xuddi shuni boshqacha ko'rinish. Ya'ni u o'sha bir oylik mahsulot pulini oldindan berib qo'yyapti. Go'yoki bir oylik mahsulotni birdaniga olgan bilan barobar. Deydilarda, o'rtadagi tafovut hech qanaqa ribo hisoblanmaydi deydilar. Bir so'z bilan aytganda, bugungi kunda ommalashgan o'sha do'konlardan asta-sekin yig'iladigan
nasiya hisobiga bo'ladigan savdolar pulini ho oxirida bersin, ho boshida to'lab qo'ysin. Har ikki holatda ham shar'an joiz hisoblanib, bu bayul istijror savdoning mana shu turiga ko'ra joiz bo'lib hisoblanar ekan. Vallohu a'lam va ahkamu bis-savob.